Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Buncha chiroyli restoran bu. Men bu yerda 30 kishilik banket qilmoqchiman. Qilsa bo'ladimi? Bo'ladi aka. Ko'ramizda qanaqa bo'lishini. Hormaylar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bu Amarant restoranining ovqatlari qanday ekan? Ovqatlari vafshi zo'r aka. Men bu yerda 30 kishilik banket bermoqchiman. Shuning uchun so'radim ovqatlarini. Zo'r-ku. 30 kishini sen tasavvur qilyapsanmi sen? 30 kishini sen olib kela olasanmi? Mana shu salmonlardan yetadimi? Ha, shunday bo'ldi. 30 kishi keladi meni banketimga. Albatta aka. Amarant restoranida jonli muzika bo'ladimi? Ha, men bu yerda 30 kishilik banket qilyapman. Pipildoqlar ishlaydimi? Ishlaydi aka. Men 30 kishilik banket qilyapman, tasavvur qil. Sen 30 kishilik banket qila olasanmi? Yo'q. Men qilyapman, 30 kishilik banket bo'ladi mana shu yerda. Mana shu o'rtaroqqa qo'yib bering, qolgan narsalarni yo'q qo'yasiz. Nima qilyapsizlar bu yoqda sizlar? Nima qilyapsizlar? Assalomu alaykum. Kechga 20 kishini bankет qilyapti. 20 kishi? Men ham shu Amarant restoranida 30 kishilik banket qilyapman. Barakasini bersin. Ha, beradi-da. Asalom bir 10 kishi qo'sh. Ha, xudo xohlasa. Sen qo'sha olmaysan. Hech kim menday 30 kishilik banket qila olmaydi. Hey, men Amarant restoranida 30 kishilik banket qilyapman. Yebba! Bu qanday joy? Bu banket zalimiz. Bu yerda nima o'tkazsa bo'ladi? To'y marosimlar ishda bo'ladi endi. Nechta odam sig'adi bu yoqqa? 250-300 ta odam keldi. 30 tani ham sig'dirsak bo'ladimi? Mana banketimni shu yerda qilaylik. Bo'ladi, 30 tani sig'dirsa. Mani o'g'limni Alifbe bayramini shu yerda qilamiz, xudo xolasa. Xo'p. Davay. Jo'ralar, men o'zi banketga joy topdim. Amarant degan restoran. Hamman ke 29 ta kelsangan men kechirmayman. 30 kishilik banket. Tasavvur qilyapsan, bu restoran chiroyliligini qara, ovqatlarini shirinligini qara. Aka. Sen manzilni aytib ber akalaringga. Lutfiy ko'chasi 49, Afrus to'yxonani oldida. Mashinangizni olib tashlang aka, men mashinangiz turishmasin. Agar jinnimisan, men qanaqa mashinamni olaman? Men Amarant restoranida jo'ralarimga 30 kishilik banket beryapman. Sen tasavvur qilyapsan, dundukalla. Hammaga ayting, hamma biluvchi. Siz bir banket bermang aka Amarantda. Bu to'y qilsangiz bilmadim, butun yurtga aytsangiz kerak. Bu yumron qoziq basharalar meni prikolimni o'zimga ishlatyapti. Beraman, maqtanaman. Shunday joyda beraman-da. Bang bang, the hook whistle is just a bazoo. Bang